Alo, Alo, assalomu alaykum. assalomu alaykum. Nilufarxon opajonim o'zingiz bo'lasizmi? Adashmadikmi? Ha, Sog'misiz opajonim, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz ham bugun o'zgachami? rahmat, yaxshi. Aha, biz sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, rahmat. Biz sizni avvalambor tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz bilan tabriklaymiz. Hamisha yaqinlar ardog'ida aziz, mukarram bo'lib yuring deb tilak bildiramiz. Ha, rahmat. Opajon, biz Telegram ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan Yaqin insonimga izhorim tabriklar loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Boshlovchingiz Feruza Bonu bilan suhbatdasiz. Ha, rahmat. Opajonim, sizni tabriklab qo'yish maqsadida bizga bog'langan yaqin insonlaringiz borlar. Ular o'zlarining ajoyib tabriknomalarini, dil izhorlarini siz tomon qoldirganlar. Taxmin qilib ko'ringchi, sizni shu qadar yaxshi ko'rib, hurmat qilib yurguvchi bu yaqin insoningiz kim bo'lishlari mumkin? Bilmasam. U inson sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini, qadrlashlarini aytib o'tdilar. Qadringiz juda ham baland ekan u inson uchun. Bo'llarimmi? Albatta, sizni sevuvchi insonlar juda ham ko'p. Bilmadim. Nechta singlingiz borlar? Bittagina. Aha, albatta. Bu ajoyib tabriknomalar sizni go'zal singiljoningiz Nargizaxon va u kishining oila a'zolari nomidan yetib kelgan edi. Ijozat bering, bizga 5 daqiqa vaqtingizni ajrating. Singlingizning dilnomalarini siz tomon o'qib eshittirsam. Maylimi, opajon? Mayli. Rahmat, hurmat va e'tibor uchun. Assalomu alaykum mening mehribonim, mening bebahoyim, qadrlari osmonim, atirgul ustidagi shabnam misoli beg'uborim opajonim. Men sizni ushbu muborak kun, tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, yana bir go'zal bahoringiz bilan tabriklayman. Qimmatligim, gul-u rayhonim, ko'zlari, siymolari onajonimga o'xshovchim, kulgulari otajonimga o'xshovchim, mening ikkinchi onajonim. Bu go'zal ayyom sizga qutlug' bo'lsin. Ilohim dunyo turguncha turing. Farzandlaringiz, jigarlar va albatta mening baxtimga sog' salomat bo'ling. Sizga rahmatlar aytaman hayotimda borligingiz uchun, menga tirgak, suyanch tog' bo'lib turganligingiz uchun. Sirdoshim, dildoshim, darddoshim opajonim, sizga Allohimdan faqat yaxshiliklarni so'radim. Ko'ngil xotirjamligini tiladim. Qadrdonim, to'ylar qilaylik. To'ylarimizda bizlarga bosh bo'lib duolar qilib turing. Opajon, sizning mehringizdan buyukroq boylik yo'qdir. Yuzingizdagi quvonchlar aslo so'nmasin, g'amingiz, kamingiz bo'lmasin. Hamisha uyimizni fayzga, nurga to'ldirib, davralarimizni to'rini bezatib turing. Inshaalloh opa singil haj, umra safarlariga borishlikni, hoji onalar bo'lishlikni, jannatlarda esa onajonimga tojlar kiydiradigan qizlar bo'lishlikni Tangrimdan duolar qilib so'radim. Menga o'rnak, qimmatligim, mehr ila muhabbat ila ko'rsatgan yo'llaringiz, meni hamisha himoya qilib turganligingiz, parvonam bo'lib turganligingiz, bergan go'zal nasihatlaringiz va maslahatlaringiz uchun Robbim sizdan rozi bo'lsin. Mening go'zal opajonim, azizam, har doim shu so'zlarni ayta olmasam-da, shuni bilingki, men sizni qalbimning qo'ri ila yaxshi ko'raman. Alloh uchun yaxshi ko'raman. Beminnatdir mehringiz. Bo'lsam edi faxringiz, ochiq ko'ngil shahringiz. Yaxshiyam siz bor opa. Qanot berib shaxtimga, sobit qilgan ahdimga, men nodonning baxtimga. Yaxshiyam siz bor opa. Hamisha siz duoda, umrim tilab ziyoda, bu yolg'onchi dunyoda. Yaxshiyam siz bor opajonim deya mana shunday mehr ila bitilgan nomalarni go'zal singiljoningiz Nargizaxon, jiyanlaringiz Abdurahmonjon, Jahongirjon va kuyovingiz Shavkatjon aka ham sizni tabriklab, ezgu tilaklarni siz tomon qoldirganlar. Rahmat, katta rahmat. Ko'nglim ko'tarib ketdi. Albatta opajon, sizning yana qanday dil izhorlaringiz, duolaringiz bor singlingiz, jiyanlaringiz uchun? Ular ham baxtimga sog' salomat bo'lsin. Ilohim,
siz ham ularning baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Mana shunday oqibatlaringizga ko'zlar tegmasin, sizdek mehrli opa-singillar ko'payaversin. Biz ham sizni yana bir bora tavallud ayyomingiz bilan tabriklaymiz. Tavallud ayyomingizni ko'nglingizga xush yoquvchi yaqinlaringiz ardog'ida, e'zozda, yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling opajonim. Salomat bo'ling, g'oyibona diydor qadar. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin ko'ngillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda. Hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz. Yo'qdir sira armonimiz. Shodliklarga to'la o'tdi har onimiz. Parvarishni qoyil qildi bog'bonimiz. Bitta bog'ni go'zal atir gullarimiz. Oshiqamiz bir-birimiz ko'rmoq uchun. Guringlashib mazza qilib kulmoq uchun. Bolalikni eslab mazza qilmoq uchun. Shunaqangi qalbi qaynoq jigarlarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz.